Afg'oniston va Hind aro ikkinchilik va iqtisodiy aloqalari va bu sohalarda ikki tomonlama hamkorliklar yangi fasli boshlangan. Afg'oniston Islomi Amirligining ikkinchilik, chorvachilik va sug'orish vaziri Mavloviy Atoulloh Umari bir hay'at boshchiligida ikkinchilik, chorvachilik, sug'orish, tijorat va sarmoya oshirish bo'limlarida hamkorliklar kengayishi maqsadida Hind o'lkasiga bordi. Bu safardan maqsad Afg'oniston ikkinchilik taraqqiyoti uchun yangi fursatlar yaratilishi va texnologiya intiqoli, yutuqli tajribalardan foydalanishi deyiladi. Afg'oniston hay'ati yangi Dehliga kirishi bilan Hind Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari ushbu hay'atni qizg'in kutib oldi va rasmiy uchrashuv boshlandi. Afg'oniston ikkinchilik vaziri birinchi uchrashuvda Hind Tashqi ishlar vazirligi bo'yicha davlat vaziri Pavitra Margarito bilan uchrashib, ikkinchilik, chorvachilik va tijorat hamkorliklar kengayishi xususida so'zlashganlar. Ushbu safar oqimida Afg'oniston ikkinchilik vaziri Hind ikkinchilik va dehqonlar osoyishtalik vaziri Shivroj Singh Chauhan bilan uchrashdi. Bu uchrashuvda ikki tomon ikkinchilik tekshiruv bo'limi, isloh qilingan urug'lar, suv manbalari boshqarilishi, zamonaviy texnologiya intiqoli, mutaxassislar zarfiyatlari kengayishi va ikkinchilik mahsuloti tijorati ko'payishi tevaragida bahs qilishganlar. Ushbu safar muhim bo'limlaridan biri Hind san'at vaziri bilan uchrashuvi bo'lib, bu yig'inda Afg'oniston ikkinchilik mahsuloti arzishi ko'payishi, san'at ishlab chiqarilishi va iqtisodiy hamkorliklar kengayishi tekshirilgan. Afg'oniston ikkinchilik hay'ati ushbu safar oqimida Hind qishloqlarini rivojlantirish va ikkinchilik taraqqiyot milliy bank boshlig'i bilan uchrashdi. Bu uchrashuvda qishloqlar taraqqiyoti, texnik zarfiyatlar ko'tarilishi, ikkinchilik taraqqiyot sohalarida qo'shma hamkorliklar davom ettirilishi ta'kidlangan. Ushbu safar yana muhim bo'limlardan biri ikkinchilik vazirining Afg'oniston va Hind tijorati fursatlar yig'inida qatnashishi bo'lib va bu yig'in ikki o'lka davlati rasmiylari, savdogarlar, xususiy shirkatlar va iqtisodiy faollar huzurida o'tkazilgan. Ikkinchilik vaziri bu yig'inda Afg'onistonni ikkinchilik yuqori zarfiyatga ega bir o'lka deb, Hind savdogarlarini ishlab chiqarish, yetishtirish, suv manbalari boshqarilishi va ikkinchilik mahsuloti arzishlari ko'tarilish sohalarida sarmoya oshirishlariga chaqirdi. Bu yam-yashil va serhosil yurtning katta tajribaga ega xalqi ularning Afg'oniston xalqini samimiy kutib olishi va qo'llab-quvvatlashi umid bag'ishlaydi. 40 va 45 yil urushdan ranj ko'rgan mamlakatimiz ham bu sohalarda o'z oyoqlarida turalaydi. Afg'oniston aholisining 80 ila 85% yashovchisi dehqonchilik, chorvachilik ishlari bilan shug'ullanadi va ularni bu sohada himoyalashimiz kerak. Uchrashuv davomida ikkinchilik vaziri Hind tijorat va san'at o'toqi federatsion rasmiylari bilan uchrashib, Afg'oniston va Hind xususiy sektorlari orasida iqtisodiy hamkorliklar kengayishi va sarmoya oshirish fursatlari yaratilishini ta'kidladi. Shu bilan birga Afg'oniston ikkinchilik vazirligining texnik hay'ati ikkinchilik xalqaro mo'tabar markazlari bilan taxassusiy yig'in o'tkazib, bu yig'inda isloh qilingan urug'lar ishlab chiqarilishi, bug'doy, makkayi va kacholu tekshiruvi, ikkinchilik kodlari boshqarilishi, nabotot isloh qilinishi va Afg'oniston mutaxassislari uchun o'rgatish dasturlari yo'lga qo'yilishi ustida bahs qilishganlar. Ushbu rasmiy safar siyosiy, iqtisodiy, tijorati, ilmiy va texnikiy muhim yig'inlar yo'lga qo'yilishi bilan o'tgan va bu safar Afg'oniston va Hind o'rtasida ikkinchilik, chorvachilik, sug'orish va san'at sohalaridagi aloqalar kuchlanishi uchun o'ta muhim unvon qilingan. Bu uchrashuv kelajakda ikki o'lka aro ikkinchilik mahsuloti sodiroti ko'payishi, sarmoya oshirilishi jalb qilinishi, texnologiya va bilim intiqol etilishi va ikki tomonlama hamkorliklar taraqqiyoti bundan ko'ra ko'payishiga zamina yaratilishi kutiladi.